Assalomu alaykum, hurmatli ustozlarim. Sizlar bilan birgalikda yana bir yangi darsda, ya'ni to'g'ridan to'g'ri, yuzma-yuz tarzda o'tkaziladigan Smart Lesson darsining ikkinchi darsida birga ekanligimizdan nihoyatda xursandman. Sizlar bilan men Anora Mahkam va navbatdagi kasb standarti bo'yicha amaliy jonli dars mashg'ulotini olib boramiz. Xabaringiz bor, men birinchi Smart Lesson loyihasida kasb standarti o'zi nima, unda nechta kompetensiya sohalari mavjud, o'qituvchi faoliyatida 7 ta kompetensiya sohasining o'rni va ahamiyati haqida gapirib o'tgan edim. Bugun aynan mana shu kasb standartida alohida o'rin tutuvchi 7 ta kompetensiya sohaning birinchi kompetensiya sohasi o'quv jarayonini rejalashtirish haqida suhbatlashamiz hamda test yechish texnikasi va metodikasini ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Bugun kasb standarti bo'yicha Smart Lesson darsimiz jonli dars va albatta bu ikkinchi darsimiz hisoblanadi, hurmatli ustozlarim. Birinchi darsimizdan yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan bo'lsangiz, demak, birinchi darsimizni tinglab olgan bo'lsangiz kerak. Demak, boshladik. Har birimiz o'qituvchimiz, avvalambor har qanday jarayondan avval darsni reja qilamiz, o'quv yilini reja qilamiz, chorakni reja qilamiz, to'g'rimi? Endi siz o'ylab ko'ring. Faoliyatingizga bir bora qaytib oling. Har doim o'quv jarayonini rejalashtirayotganda nimalarni rejalashtirib olasiz? Nimalarga tayanasiz? Qaysi hujjatlarga qaraysiz? O'z-o'zidan o'zingiz xohlagandek reja qila olasizmi? Yoki sizga qandaydir hujjatlar, talablar va albatta mezonlar kerak bo'ladimi? Dars o'tish uchun, bolaga samarali bilim berish uchun nimalarni tayyorlab olishingiz kerak? Xayolingizda qator javoblar paydo bo'la boshladi. Ya'ni, men tuzgan reja o'quv rejaga mos bo'lishi kerak. O'quv reja esa davlat ta'lim standartiga mos bo'lishi kerak. Har bir tuzgan rejamda bola manfaatini o'ylashim kerak. Bolaga bilim berish, samarali metodlar tanlash hamda usul va vositalardan foydalanishim kerak degan yakuniy xulosalar xayolingizdan o'tyapti. To'g'rimi? O'quv jarayonini rejalashtirish kompetensiya sohasi aynan xuddi shunday. Ya'ni, jarayonni rejalashtirayotganda siz qiladigan ayrim ishlaringiz bor. Ya'ni, mehnat harakatlaringiz. Birinchi navbatda o'quv jarayoni rejalashtirilayotganda nima ishlarni amalga oshirasiz? Birinchi navbatda aytishimiz mumkin, jarayonni rejalashtirayotganingizda davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarining maqsadlariga muvofiq o'quv rejalarini ishlab chiqasiz. Ya'ni siz ishlab chiqayotgan o'quv rejasi davlat ta'lim standarti mezonlariga aynan muvofiq va talablariga mos bo'lishi shart. Demak, birinchi qiladigan mehnat harakatingiz davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarining maqsadlariga muvofiq o'quv rejalarini ishlab chiqish. Ikkita narsaga tayanyapsiz: standartga va dasturga. Reja ishlab chiqishda. Ikkinchisi, o'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlaridan kelib chiqib, o'quv dasturini moslashtirish agar kerak bo'lsa. Ya'ni, o'quv dasturida belgilangan talab yoki o'quv dasturida belgilangan me'yorlar sizning o'quvchilaringiz darajasidan biroz balandroq yoki biroz pastroq bo'lishi mumkin. Ana shunda siz o'quvchingizni o'zlashtirish doirasidan yoki ularning ehtiyoj va qiziqishlaridan kelib chiqib 15% gacha siz o'quv rejaga o'zgartirish kiritishingiz mumkin. Bu aynan siz o'quvchilaringizga o'quv rejangizni moslashtirish jarayoningiz bo'ladi. Agar lozim bo'lsa, o'qituvchi o'quv rejaga o'zgartirish kirita oladi. Nimani hisobiga? O'zini xohishi, o'ziga qulay bo'lishi uchunmi? Yo'q. O'zini xohishidan kelib chiqib emas, bolani qiziqishi va ehtiyojidan kelib chiqqan holda o'zgartirish kiritadi. Qaytaraman. Birinchi o'rinda siz rejangizni ishlab chiqyapsiz, ikkita hujjatga tayangan holda: DTS va o'quv dasturi. Ikkinchi navbatda siz endi o'quv dasturiga o'zgartirish kirityapsiz. Nimaga tayangan holda? Bolani qiziqishi va ularni ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda. Ikkita ishni eslab turing. Endi uchinchisi, o'zingizni faoliyatingizni fanlararo kompetensiyalar predmetining korrelyatsiya va integratsiya tamoyillarini inobatga olgan holda rejalashtirasiz. Endi shu o'rinda sizda savol tug'iladi. Korrelyatsiya nima, integratsiya nima? Korrelyatsiya bu o'quv jarayonidagi vaziyatlarning, jarayonlarning bir-biriga bog'liqligi. Ya'ni bir
o'quv faoliyatiga ikkinchi o'quv faoliyatining bog'liq turtki bo'lishi. Misol uchun, o'quvchi muntazam a'lo baho olish uchun unga nima sabab bo'ladi? Yashang, doimiy darslarda qatnashish. Oddiy hayotiy misol bilan aytadigan bo'lsam, o'quvchi yaxshi o'qishi uchun darslarga muntazam kelishi kerak. Demak, bitta vaziyatga ikkinchi vaziyat sabab bo'lyapti. Demak, bu korrelyatsiya. Aynan bu korrelyatsiyani tushundingiz. Endi integratsiya nima? Integratsiya bu biror mavzuni yoki biror fan yo'nalishini turli xil mavzular doirasidan kelib chiqqan holda tushuntirish. Ya'ni matematika o'qityapsiz, siz tarixiy sanalardan yoki bo'lmasam turli chizmachilik manbalaridan yoki ona tiliga oid kompetensiyaviy yondashuvlardan foydalanishingiz mumkin. Mana shu holatda siz 3-4 ta fan sohasini birlashtirgan holda bitta ma'lumotni bolaga beryapsiz, integratsiya qilyapsiz. Demak, siz o'quv jarayoningizni rejalashtirayotganingizda kompetensiyalar, ya'ni o'quv faoliyatining fanlararo kompetensiyalar predmetining korrelyatsiya, ya'ni bog'liqlik va integratsiya, ya'ni umumiylik tamoyillarini inobatga olgan holda faoliyatingizni rejalashtirasiz. 4-navbatda o'quvchilar bilimini baholash natijasida olingan ma'lumotlarni inobatga olgan holda darsning aniq o'lchamli maqsad natijalarini aniqlab, dars rejasini ishlab chiqasiz. Dars reja ishlab chiqayotganda bolani natijasiga qaraysiz. Agar bolani natijasi qoniqarli bo'lsa, siz dars rejasiga yanada mukammalroq, qiyinroq metodlar, vaziyatlarni kiritishingiz mumkin. Agar sizning o'quvchilaringiz natijasi qoniqarsiz bo'lsa, bola o'zlashtira olmayotgan bo'lsa, demak shu yerda dars rejasini ham soddalashtirish, berilayotgan metodlarni ham optimallashtirish, ya'ni iloji boricha bolaga tushunarli qilish, topshiriqlar ko'lamini kamaytirish kerak bo'ladi. Demak, siz nimaga tayanyapsiz? Aynan dars reja ishlab chiqayotganda bolani natijasiga qarayapsiz. Demak, bu keyingi, ya'ni 4-qarayotgan harakatingiz edi. 5-si, darsning maqsadlari, o'quvchilarning yosh xususiyatlari va o'zlashtirishiga mos keladigan dars shakl va usullarini rejalashtirasiz. Ya'ni endi siz hujjatlardan chiqyapsiz birin-ketin, ya'ni o'quv rejalarini ishlab chiqib bo'ldingiz, moslashtirib oldingiz, uni korrelyatsiya, integratsiyaga qaradingiz, ish reja tuzib oldingiz, reja tuzib oldingiz. Endi sizga hujjatli ishlar tugadi. Endi sizga amaliy ishlar qoldi. Ya'ni qo'lingizga tayyorlab oladigan ko'rgazmalaringiz, tarqatmalaringiz, vositalaringiz qoldi bundan buyog'iga. Demak, darsning shakli va usullarini rejalashtirasiz. Individual tizimda o'qitasizmi bolani? Guruhli ishlaysizmi bola bilan yoki ommaviy sinf bo'yicha o'qitasizmi? Birinchi navbatda shaklni o'ylab olasiz, keyingi navbatda usullarni tanlab olasiz. Bu sinfga qaysi shakl, qaysi usul mos keladi deb. Keyingi navbatda namoyish, tarqatma, o'quv materiallarini rejalashtirib olasiz. Ya'ni bu darsda nimalardan foydalanaman? Qaysi ko'rgazmalar menga qulay bo'ladi? Demak, ko'rgazmani tayyorlab olasiz. Va oxirgi navbatda endi siz axborot texnologiyalari integratsiyasini rejalashtirasiz. Ya'ni berayotgan mavzuyingizni yo kompyuterdan, yo ekrandan, yo planshetdan qaysidir manba orqali bolaga yetkazishingiz kerak-ku, to'g'rimi? Aynan mana shu kompyuter texnologiyalar integratsiyasini ham darsingizga reja qilib olasiz. Demak, o'quv jarayonini rejalashtirayotganda birinchi navbatda nimaga qaradingiz? Birinchi navbatda mana qo'limda ko'rsatyapman, o'quv rejalarini ishlab chiqishga. Reja ishlab chiqish uchun ikkita hujjatga tayandingiz: davlat ta'lim standarti hamda o'quv dasturiga, to'g'rimi? Demak, birinchi navbatda o'quv rejani ishlab chiqib oldingiz. Endi uni moslashtirishingiz kerak. Nimaga moslaysiz? Bolani ehtiyoji va qiziqishdan kelib chiqib sinfingizga ana shu bolalarga moslaysiz. Bu ikkinchi ishingiz. 3-si, korrelyatsiya va integratsiyani hisobga olib rejalashtirasiz. Ya'ni biror bir hodisaga, pedagogik hodisaga boshqa hodisani bog'liqligi hamda fanlarni bir necha fanlar uzviyligida, birligida o'qitishni reja qilyapsiz. Ya'ni korrelyatsiya va integratsiya. Undan tashqari o'quvchini natijasiga qarab dars rejasini ishlab chiqib olyapsiz. Mana shu joygacha hujjat. Endi bu yog'ida sanaydiganim endi vositalar. Keyin dars shakli va usulini belgilayapsiz. Ko'rgazmali qurollar, tarqatmalarni tayyorlab olyapsiz hamda axborot texnologiyalari integratsiyasini tayyorlab olyapsiz. Buni qarangki, siz qiladigan o'quv jarayonini rejalashtirishda qiladigan mehnat harakatingiz 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7 bo'lsa, shundan 4tasi hujjatga oid bo'lyapti. 3tasi esa siz tayyorlab oladigan vositalarga dars shakliga oid bo'lyapti. Ko'pchilik unutib qo'yaman, mehnat harakatini ajrata olmayman degani uchun alohida aytdim. 4tasi hujjat bilan bog'liq, 3tasi esa darsda foydalanadigan usullaringiz, shakllaringiz, tarqatmalaringiz, kompyuter texnologiyalaringiz bilan bog'liq bo'lgan mehnat harakatlari. Demak, eslab qolamiz, o'quv jarayonini rejalashtirish kompetensiya sohasida 7 ta mehnat harakati bor. 4tasi hujjatbozlikka oid, 3tasi esa darsning shakli, tarqatmali material, kompyuter texnologiyalaridan foydalanishga oid. Davom etamiz endi. Mehnat harakatini tushunib oldingiz, endi sizga nima kerak? Bu harakatlarni amalda qilib ko'rish kerak. Ya'ni zarur ko'nikma kerak. Zarur ko'nikma nega aynan zarur deyilgan? Bu bo'lmasa bo'lmaydi. Ya'ni bajara olishingiz kerak bo'lgan ko'nikmalar kerak. Birinchi navbatda ta'limning aniq o'lchanadigan natijalarini, shuningdek, ushbu natijalarga erishishda aniq muddatlar, yil, chorak, dars uchun vazifalarni aniqlab, ularni rejalarda shakllantirishni bilishingiz kerak. Ya'ni siz u zarur, u harakat uchun ham zarur. Siz uni bilmasangiz harakatni rejalashtira olmaysiz. Demak, birinchi navbatda siz natijadan kelib chiqqan holda o'quvchilarni chorak, yarim chorak, yoki bo'lmasam yillik dars, bitta darsda nimalarga erishadi-yu, ularda nimalarga e'tibor berish kerakligini, vazifalarni aniqlab, rejalarda shakllantirish ko'nikmasini bilishingiz kerak. Bu siz harakatni rejalashtira olmaysiz. Ikkinchisi, o'quvchilarning bilimini baholash natijasida olingan ma'lumotlarni inobatga olgan holda rejalarni muvofiqlashtirmoq degani moslashtirmoq degani. Moslashtirish o'shanga moslash sharoitga. Demak, siz rejangizni moslay olishingiz kerak. Fanlararo kompetensiyalarni fanga singdirish, o'z fanini boshqa fanlar bilan o'zaro bog'lash, ya'ni korrelyatsiya. Hurmatli ustozim, siz bularni bilmasangiz, ya'ni zarur ko'nikmani bilmasangiz, harakatni bajara olmaysiz. Shuning uchun zarur ko'nikma deb berilgan. Zamonaviy axborot texnologiyalarini fanga singdirish, ya'ni qilinyapti bu. Mehnat harakatida qilayotgan ishingizga bular kerak. Ya'ni harakatni bajarish uchun bular ko'nikmalar sizga zarur. Dars vaqtini oqilona rejalashtirish, darsning maqsad, shakl va usullarini aniqlash. Demak, bizda zarur ko'nikmalarimiz 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'ldi. Har biriga e'tibor bering, nima uchun ko'nikma? Bilim nima, ko'nikma nima, harakat nima? Soddaroq eslab qolamiz. Bilim bu axborot, ma'lumot yoki berilayotgan informatsiyalar yig'indisi. Ko'nikma esa biror bir harakatni bajara olish layoqati. Ya'ni siz shu ko'nikmani bilmasangiz, mehnat harakatini ham qila olmaysiz, bilimingizni ham ko'rsata olmaysiz degani. Demak, bularimiz bizda 5 ta bo'ldi o'quv jarayonini rejalashtirish bo'yicha. Ya'ni rejalarda vazifalarni shakllantiryapsiz. Rejalarni muvofiqlashtiryapsiz mana. Rejalarda shakllantirish, rejalarni muvofiqlashtirish, o'zaro bog'lash, fanlararo mavzularni, texnologiyalarni fanga singdirish hamda usullarni aniqlash. Har biri bular zarur ko'nikma. Qiladigan ishlaringiz, qilayotganlaringiz, amalda bajarayotganlaringiz. Endi 5 tani eslab qolgan bo'lsangiz, zarur bilimlarga o'tamiz. Mayli, u hammasi o'zini yo'liga. Ya'ni qilayotgan ishingiz, qilishingiz kerak bo'lgan ishlar o'zini yo'liga. Bular qaysi bilimni zamirida yaratiladi? Bilsangiz-u, ya'ni qo'llashni bilasiz, dars o'tishni bilasiz-u, bilimingiz bo'lmasa, ya'ni o'quv dasturiga muvofiq dars reja ishlab chiqaman desangiz-u, dasturni bilmasangiz, DTSga muvofiq bo'lsin darsim desangiz-u, DTSni tushunmasangiz, buni siz bilimli mehnat harakati deya olasizmi? Yo'q. Demak, nazariya amaliyotda kerak bo'ladi. Ana shu zarur bilimlarni tashkil qiladi. Qanday bilimlar kerak endi o'quv jarayonini rejalashtirish uchun? E'tibor bering. Siz o'quv reja, davlat ta'lim standarti, birinchi navbatda o'quv rejani, standartni va boshqa hujjatlarni, ta'limga oid bo'lgan hujjatlarni bilishingiz kerak. Bu nazariya bitta ketdi. Ikkinchisi, aynan o'qitiladigan fan davlat ta'lim standartlari, umumta'lim dasturi, uning tarixi, jahon madaniyati va fandagi o'rnini talablar doirasida bilishingiz kerak.
Ya'ni bilaman, bilishim kerak bo'lganlari bu deng. Birinchisi o'quv dasturi davlat ta'lim standartini bilishingiz kerak bo'ldi. Ikkinchisi mana shu o'qitiladigan fanning davlat ta'lim standartlarini jahon madaniyati va fanlaridagi o'rnini bilishingiz kerak. Uchinchisi fanni o'qitishni turli usullarini bilishingiz kerak. Chunki mehnat harakatida nima dedik? Mehnat harakatida turli usullarni rejalashtirish kerak dedik-ku. Aynan usulni o'zini bilmasdan rejalashtirish mumkinmi? Demak, avvalo o'sha usulni bilish lozim. Keyingisi, aynan turli maqsadlarga erishish uchun turli rejalarni tayyorlashning tuzilishi va tamoyillari, ya'ni reja tuzish qonun qoidalarini bilishingiz kerak. Tamoyil degani boshlang'ich qoida. Bundan tashqari, didaktik tamoyillarni bilishingiz kerak dars tashkil etishni. Didaktik tamoyil degani o'qitish tamoyillari. Bolaga samarali, oson ma'lumot yetkazish kerak degani bu. Ya'ni oson o'qitish, mavzuni yaxshi tushuntirish, oson ma'lumot yetkazib berish tamoyillari degani va albatta AKTni bilishingiz kerak. Demak, mehnat harakati, zarur ko'nikma va zarur bilimni qo'lim bilan sanab o'rgatdim. 7 ta mehnat harakatimiz bor, to'g'rimi? Ulardan 4 tasi hujjatga oid bo'ldi, 3 tasi darsga tayyorgarlikka oid bo'ldi. 4 tasi hujjatga oid deganlarim qaysi edi? DTS va o'quv dasturini ishlab chiqishingiz kerak o'quv rejalaringizda. Ya'ni rejalaringizni shunga muvofiq ishlab chiqishingiz kerak. O'quv dasturi va standartlarga muvofiq o'quv reja ishlab chiqish. Ikkinchi harakatingiz bu rejalaringizni o'quvchining ehtiyojidan kelib chiqib moslashtirish. Uchinchi harakatingiz korrelyatsiya va integratsiyani inobatga olgan holda rejalashtirishingiz o'z ishingizni. To'rtinchisi endi o'z navbatida o'quvchi natijasiga qarab rejalashtirishingiz. Mana 4 tasi hujjatingizga, ya'ni qo'lingizdagi ish rejaga bog'liq bo'ldi. 3 tasi endi tashkil etishga bog'liq bo'lgan mehnat harakati. Birinchisi, aynan dars shakl va usullarini rejalashtirish. Shakl va usul. Qanaqa shaklda o'taman, qaysi usulni qo'llayman. Bu ham rejalashtirishga ketdi. Keyingisi endi tarqatmali va ko'rgazmali vositalarni rejalashtirishingiz. Nimadan foydalanaman? Va oxirgisi AKTni rejalashtirishingiz. 7 ta mehnat harakati mavjud. Ko'nikmalar endi. Ko'nikmalar aynan davlat ta'lim standarti va o'quv dasturiga muvofiq bo'lgan natijalarni aynan erishish uchun aniq muddatlarni 1 yilda erishamanmi, chorakda erishamanmi, shu darsda erishamanmi deb vazifani aniqlab, uni rejada shakllantirib olishingiz kerak. Ya'ni qilayotgan ishingiz, mana bu rejalashtirishingiz mehnat harakati edi. Qilayotgan ishingizda natijaga erishishni aynan nima qilib olyapsiz? Shakllantirib olyapsiz rejalaringizda. Ikkinchisi, rejalaringizni muvofiqlashtirib olyapsiz. Bolaga moslayapsiz. Chunki jarayonda u. Ko'nikma bu o'sha qilayotgan ish jarayoni. Reja xom plan. Ko'nikma o'sha jarayonda qilinayotgan ish. Muvofiqlashtiryapsiz, bolaga qarayapsiz. Bolani o'zlashtirishga qarab muvofiqlashtiryapsiz rejani. Keyingisi o'zaro bog'lash, bu ham jarayonda bo'ladi. Korrelyatsiya, integratsiya tamoyillariga inobatga olgan holda mavzulardagi aloqadorlikni bog'layapsiz va zamonaviy texnologiyalarni fanga singdiryapsiz jarayonda. Ko'nikma bu jarayonda qilinayotgan ish. Va albatta dars vaqtida oqilona rejalashtirish, darsning maqsad, shakl va usullarini aniqlash. Bular hammasi ko'nikma. Nimalarni bilishingiz kerak deganda, mana sanab o'tib ketaman. 3, 4, 5, 6 ta narsani bilishingiz kerak. Bular hammasi axborot bilim. Ya'ni DTSni bilishingiz kerak, o'quv dasturini bilishingiz kerak, uni tamoyillarini bilishingiz kerak, boshlang'ich qoidalarini. Bundan tashqari AKTni bilishingiz kerak, usullarni bilishingiz kerak. Hammasi mana shu joyda ko'ringan. Endi ta'lim jarayonini rejalashtirish nimaga yo'naltiriladi? Ta'lim jarayonini rejalashtirish natijaga yo'naltirilgan o'qituvchining asosiy kompetensiyasi, ya'ni natijaga yo'naltiriladi. Siz rejani chiroyli qilib olsangiz, rejangiz muvofiq bo'lsa, har bir harakat bilan, bolani qiziqishi bilan natijangiz chiroyli bo'ladi. Demak, ta'lim jarayonini rejalashtirish bu dars o'tishdan oldingi eng muhim boshqaruv bosqichi, ya'ni xom plan. Hali u jarayonga kirib kelmadi. Siz faqat uni rejalashtiryapsiz, to'g'rilayapsiz, tuzatyapsiz. Jarayonda u natijasini ko'rsatishi kerak. Demak, o'quv jarayonini rejalashtirish bu natijaning birinchi boshlanishi, boshqaruvi desangiz ham bo'ladi. Endi
Rejalashtirish degani boshqaruv demakdir. Ya'ni nima qilasiz, qancha qilasiz, qayerda qilasiz. Aynan samarali rejalashtirish nimalarni talab qiladi? Birinchi navbatda davlat ta'lim standartlari talablarini bajarib berish kerak. Sizning rejangiz standartga tushishi kerak. Ikkinchi navbatda o'quvchini qiziqish va ehtiyojini hisobga olish kerak. Uchinchi navbatda aniq o'lchanadigan natijaga xizmat qilish kerak. Standartga bo'ysunish, bolani qiziqishini hisobga olish va natijaniga xizmat qilish kerak. Natijani ko'rsatib berish kerak reja. Demak, rejasiz dars xuddiki bir tasodifga o'xshaydi. Rejalashtirilgan dars esa natija beradi. Tasodifiy natija olish ham mumkin, juda ham kam koeffitsient bilan. Lekin rejalashtirilgan darsdan kutilayotgan natija albatta kamida 80-90% bo'ladi. Davom etamiz navbatdagi ma'lumotlarda. Endi o'qituvchining mehnat harakatlarini yana soddaroq holatda sizga taqdim etganman. Qarang. Mana shular mehnat harakatlarimiz. Aynan bu harakatlarni bajarish orqali biz rejamizni puxta, aniq va o'quvchi uchun yo'naltirilgan tarzga moslashtira olamiz. Ya'ni DTS va o'quv dasturiga mos o'quv rejalarini ishlab chiqish harakatini bajarishimiz kerak. Mazmunni, ya'ni o'quv reja mazmunini moslashtirishimiz kerak. Fanlararo kompetensiyalarni integratsiya qilishimiz kerak va albatta baholash natijalariga tayangan holda dars maqsadini aniq belgilab olishimiz kerak. Bundan tashqari yosh va individual xususiyatlarga mos metod tanlashimiz va zamonaviy AKT vositalarini dars jarayoniga joriy qilishimiz kerak. Bu harakatlarimiz, qilishimiz kerak bo'lgan ishlar. Endi natija beradigan o'qituvchi qanday ishlaydi degan savolga javob beramiz. Birinchi navbatda maqsadni o'lchab bo'ladigan shaklda belgilaydi. Ya'ni maqsadni osmonda emas, o'sha rejaga muvofiq o'lchash mumkin bo'lgan darajada belgilaydi. Yil, chorak va dars rejasida strategik holda rejalashtira oladi. Ya'ni bir chorakda shuni o'rgataman, bir o'quv soatida buni o'rgataman. Bir o'quv yilida shularni rejalashtiraman va bunga erishaman deya oladi. Baholash natijasiga qarab rejani qayta ko'rib chiqa oladi. Mana ba'zida tayyor bizga o'quv reja kelganda ba'zi ustozlarimiz uni tig'izlashtirish kerak bo'lsa o'ylanib qoladilar. Qaysi mavzuni qayerga qo'yishni bilmaydi, to'g'rimi? Tajribali pedagog umuman o'ylanib o'tirmaydi. Mana bu mavzu 2 soatga berilibdi, men buni 1 soatda yetkaza olaman bolaga. Yoki mana bu mavzu 3 soatga berilibdi, men bunga yana 1 soat qo'shishim kerak deya oladi. Nimadan deb o'ylaysiz shuni? Mana shu aynan o'qituvchini tajribasidan, ya'ni rejalarni muvofiqlashtira olishidan, o'zgartira olishidan dalolat beradi. Fanini boshqa fanlar bilan bog'lay olish, ya'ni bu rejaga kiritiladi. Dars vaqtini maksimal samaradorlik bilan boshqaradi natijaviy o'qituvchi. Endi bunga aytib o'tganimdek baza kerak, bilimlar bazasi. Agar siz hech narsani bilmasangiz, na rejalashtira olasiz, na rejalashtirilgan darsingizdan natija ola olasiz. Demak, bu bazalar davlat ta'lim standarti va normativ hujjatlar bazasi. Bundan tashqari faningizni tarixi, rivojlanish yo'nalishlari bazasi, zamonaviy o'qitish metodlarini bilish bazangiz bo'lishi kerak. Didaktik tamoyillar, ya'ni didaktik tamoyil degani o'qitish qoidalarini bilishingiz va AKT sizga baza, bilim bazasi bo'lib xizmat qiladi. Demak, rejalashtirish bu sifat kafolati. Ya'ni ta'lim jarayonini rejalashtirish bilan bog'liq kompetensiyalar o'qituvchining kasbiy darajasini belgilaydi. O'qituvchi natijasi bu rejalashtirish sifatining ko'zgusi. Kuchli reja, kuchli dars, kuchli natija. Qarang bir-biriga qanchalik bog'liq. Sizning rejangiz qanchalik kuchli va to'g'ri bo'lsa, demakki darsingiz ham shunchalik chiroyli va kuchli bo'ladi. Darsingiz chiroyli bo'ldi degani bu natija ham xuddi shunday bo'ldi degani. Bir-biriga uzviy bog'liq holda davom etadi. Endi keling, ayrim testlarni ko'rib chiqamiz. Xuddi shu sohadan tushishi mumkin bo'lgan testlarga qanday yondashish haqida suhbatlashamiz. Birinchi vaziyatli test. Agar sizda ekranni yaqinlashtirib ko'rish imkoni bo'lsa, ekranni yaqinlashtirib oling. O'qituvchi deyapti. Choraklik rejalashtirish davomida sinfdagi ayrim o'quvchilarning mavzularni o'zlashtirishi qiyin kechayotganini inobatga olib, mana bu qiyinni po'shkaga olib oling.
ayrim o'quvchi mana qiynalmoqda. Standart talablarini saqlagan holda, ya'ni standartdan chiqib ketmagan holda dars jadvaliga qo'shimcha amaliy mashg'ulotlar, tushuntirish metodlarini kiritdi hamda kutilayotgan natijani qayta ko'rib chiqdi. Ya'ni natija yuqoriroq kutilayotgan bo'lsa, qiynalayotgan o'quvchi hisobiga biroz natijani qayta ko'rib chiqyapti o'qituvchi. Endi sizga savol berilyapti. O'qituvchi kasbiy standartning qaysi mehnat harakatini to'liq amalga oshirgan? Endi men test etish texnikasida sizga bitta narsani tushuntiraman. Savolda nima bor? Savolda qiynalayotgan o'quvchi bor va unga yechim izlayotgan o'qituvchi bor. Va ana shu o'quvchi va o'qituvchi munosabati orqali rejani o'zgartirish bor. Demak, xuddi shu 3 ta oltin o'rtalikni topishimiz kerak javoblardan. A javob aytayapti. O'quvchilarning ehtiyoji va qiziqishlaridan kelib chiqib, o'quv dasturini moslashtirish va dars rejasini ishlab chiqish. B javob aytayapti. Ta'lim jarayonida zamonaviy metodlar va AKT integratsiyasidan foydalangan holda dars samaradorligini oshirish. S javob aytayapti. Darsning maqsadlari va o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos keladigan metodlarni rejalashtirish. D javob aytayapti. O'quvchilarni baholash natijalari asosida darsning mazmuni va shaklini tanlash. Endi o'zingiz o'ylang. B javobga qarang. AKT yoki kompyuter texnologiyalariga oid savolda ishora bormi? Yo'q, demak buni X qiling. Javobini bering. Sizda 3 ta variant qoldi. Endi o'quvchilarni baholash natijalari asosida deyapti. Bu yerda o'quvchini baholaganligi haqida ishora bormi? Natijaga qarab reja qilgani haqida ishora bormi? Yo'q, ya'ni baholash natijasi u asosida reja tuzish bo'lmayapti. Qiynalayotgan o'quvchi bor va unga yechim izlayotgan o'qituvchi bor. Demak, buni ham chiqaraman. Darsning maqsadlari va o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos keladigan metodlarni rejalashtirish. Metodda emas muammo, bolani o'zlashtirishida. To'g'rimi? O'qituvchi tanlagan metod ish bermayapti yoki bola unda yaxshi qatnashmayapti demayapti. Muammo bolani qiynalayotganida, o'qituvchini nima qilayotganida, unga yechim izlayotganida. Demak, xuddi shu javobni topamiz mana. To'g'ri javob A. Mana qayerdan topdim? Mana buni o'chirdim, bu qoldi. O'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlaridan kelib chiqib, o'quv dasturini moslashtirish va dars rejasini ishlab chiqish. Har bir javobni tahlil qildim mana. Bni noto'g'ri dedim, AKT ko'rsatilmagan. Seni noto'g'ri dedim. Bu yerda yosh xususiyatiga urg'u berilgan. Bizda esa savol nima deydi? Bolani qiziqishi, bilim darajasi muammo edi. O'zlashtirishi muammo edi. Uni yosh xususiyati muammo qilib tepaga olib chiqilmadi. Uni qiyinchiligi o'zlashtirishi deydi, to'g'rimi? Demak, buni ham, seni ham xato dedim. Endi D chalg'ituvchi edi bizda. Baholash natijasi bor, ya'ni o'qituvchi nimanidir ko'rganki, bola qiynalyapti deb rejani o'zgartirgan. Lekin bu variant faqat darsning tashqi shaklini, qaysi shaklda dars o'tishni tanlash bilan bog'liq edi. Rejani o'zgartirish bilan bog'liq emas. Menga aynan qozonni qopqoqday yopadigan javob kerak edi-da. Shuning uchun men A ni oldim. Buni ham chiqardim mana. O'zingiz ham qarang-da. O'quvchilarni baholash natijalari asosida darsning mazmuni va shaklini tanlash deyapti. Darsning mazmuni degani nimalarni o'qitish, shakl degani guruhlimi, yoki tartibdami, yoki bo'lsam jamoaviy o'qitishmi? Xuddi shuni tanlash. O'qituvchining maqsadi uni emas. O'qituvchining maqsadida nima bor edi savolda? O'quvchi qiyinchiligi, ya'ni o'zlashtira olmasligi, o'qituvchini yechim izlashi va rejani o'zgartirish bor edi. Shu 3 ta mohiyatni yopayotgan javob menda A. Mana bu bittasini yopyapti. O'quvchining natijasi past chiqdi, bo'pti, bittani olarman. Lekin o'qituvchi buni qanaqa dars o'tsam ekan, guruhli ishlasammikin yoki individual ishlasammikin deb o'tkazmadi bu natijani. Qanday qilib rejamni o'zgartirsam ekan, bolaga qanday reja bilan dars o'tsam oson bo'lar ekan dedi. Demak, o'z-o'zidan 3 ta javob xatoga ketdi. A javob to'g'ri. Bu test etish texnikasi. Keyingi ikkinchi vaziyat endi. Tarix fani o'qituvchisi, e'tibor bering. Amir Temur davrida madaniyat mavzusini rejalashtirayotganda, o'quvchilarga o'sha davrga oid me'moriy obidalarning chizmasini chizish, ya'ni Amir Temur davrini o'tmoqchi ekanda, o'sha darsda chizma chizdirar ekan. Shuni reja qilyapti.
chizmasini chizish, tasviriy san'at, obidalar o'lchamini hisoblash, matematika, ya'ni u obidalar qancha kattalikda bo'lgan, bo'yi qancha bo'lgan, eni qancha bo'lgan, masshtablar qanaqa bo'lgan, shuni hisoblatish va bu haqida insholar yozish topshiriqlarini dars rejasiga kiritdi. Nima deb o'ylaysiz? O'qituvchi ushbu rejalashtirish faoliyatida qaysi ko'rsatkichga harakat qildi, ya'ni qaysi mehnat harakatini amalga oshirdi? Endi meni birinchi qiladigan ishim javobga qarash emas, ko'pchilik yugurib javobga qaraydi. Birinchi qiladigan ish savolga qarash. Savolda mendan nima so'ralyapti? Savolda mendan bitta tarixga oid mavzu o'tilayotganda 3 ta fan kompetensiyasini qo'shib yuborish so'ralyapti. Qarang, men javobga yugurib qaramadim, o'qimadim ham javobni, savolga qaradim. Mendan savolda nima so'ralyapti? Bitta tarix fani uchun 3 ta fanni qo'shib o'rgatish so'raldi. Demak, xuddi shuni qidiraman endi, qo'limga oldim mana. Ta'lim mazmunini boyitish uchun qo'shimcha tarqatma materiallardan foydalanish. Endi o'ylab ko'ring, 3 ta fanni o'qitish so'ralgan yerda tarqatmali material bilan bog'liq degan joy bormi? Yo'q, o'z-o'zidan. Aniq chiqaraman. Yoki bo'lmasam, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos keladigan qiziqarli dars shakli. O'quvchi haqida, o'quvchini qiziqish haqida savolda mana bu qo'limdagi olib turgan narsamda ishora bormidi? Yo'q. Demak, buni ham chiqaraman. Davlat ta'lim standartlari doirasida o'quv yuklamasini taqsimlash. Aynan DTSga mos kimgadir nimadir topshiriq ber degan narsa bormidi savolimda? Yo'q. Buni ham chiqaraman. O'z-o'zidan menda javobni hali qidirmasam ham javob qoldi. Ya'ni o'z faoliyatini fanlararo kompetensiyalar va integratsiya tamoyillari asosida rejalashtirish. Ya'ni o'qituvchi bitta fanini 3 ta fanga bog'lab o'rgatmoqchi, ya'ni integratsiya qilmoqchi degan javob kelib chiqadi. Mana, noto'g'ri. Chunki nimaga bu yerda tarqatmoqga umuman ishora yo'q edi. Balki topshiriqni mazmunida bog'liqlik qilish kerak, boshqa fanlar bilan bog'lash kerak degan nima bor edi? Asosiy talab bor edi. Endi S noto'g'ri nimaga? Urg'u yoshga doir psixologiyaga berilgan S bandda. Vaziyatda esa fanlarning bog'liqligi so'ralgandi. D nimaga noto'g'ri bo'ldi endi? O'quv yuklamasi bu dars soatlari miqdori, qancha o'tish. Bu yerda esa metodik yondashuv haqida gap ketayotgan edi. Ya'ni qancha o'tish kerak emas, qanday o'tish kerakligi haqida gap ketayotgandi. Demak, o'z-o'zidan bizda aynan to'g'ri javob B. Ya'ni tarix mavzusini tushuntirish uchun boshqa fanlar, san'at, matematika, til usullaridan foydalanish bu fanlararo integratsiya hisoblanadi. Endi 3-chi vaziyatni ko'rib chiqamiz. 3-chi vaziyat. O'qituvchi, sizga ham ko'rinyaptimi? Kommentariyalarni o'qib qo'yayin. Sizga ham ko'rinyaptimi? Savollarni katta qilib oldingizmi? Aynan dars emas, savolga qarang. Ya'ni javobga birinchi qaramang. Savolga qarab, nimani qo'limga olaman deng. Yaxshi, ko'rinyapti. Demak, ketdik. O'qituvchi darsning har bir bosqichi, eslab, endi e'tibor bering. Har bir bosqich, kirish, asosiy qism, yakun uchun o'quvchilardan kutilayotgan aniq harakatlarni, ularni baholash mezonlarini va har bir bosqichga ajratiladigan vaqtni batafsil belgilab chiqdi. Demak, endi savolda nima bor? Qo'limga nimani olaman? Savolda bosqichi bor, vaqt bor va uni aniq belgilash bor. 3 ta narsani qo'limga oldim. Demak, men belgilagan javob mana shu 3 ta javobni yopishi kerak. Bosqichni va vaqtni aniq taqsimlashni yopib berish kerak javob. A banddan ketaman. Darsning didaktik materiallarini mazmunan boyitish mahorati. Mendan vaqt, bosqich va vaqtni taqsimlash so'ralayotgandi. Bu nima deyapti? Didaktik material deyapti. Ani javobini beraman. Endi B bandga o'taman. O'quvchilar bilimini baholash natijalarini qayta tahlil qilish va qayta ishlash mahorati. O'quvchilarning natijasini qayta tahlil qilish va qayta ishlash degani biror bir topshiriqni, ya'ni nazorat ishini o'tkazib, uni bahosini tahlil qilib, bahoga qarab qayta ishlash deganida. Bunda, ya'ni meni savolimda mana bu ushlab olgan 3 ta narsamda bular bormi? Vaqt, vaqtni taqsimlash va bosqich degan 3 ta tushunchamni yopib beradimi bu? Yopmaydi. Demak, o'z-o'zidan B ni ham chiqazaman. D ga o'taman. Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tanlash. 3 ta narsa savolda so'ralyapti. Vaqt,
vaqtning taqsimlanishi va bosqichini belgilash. Bu umuman zamonaviy pedagogik texnologiya haqida gap yo'q savolda. Demak, D'ni ham javobini chiqarib tashlayman. Endi S'ga o'taman. Darsning o'lchamli maqsad va natijalarini aniqlab, dars rejasini tizimli ishlab chiqish mahoratini. O'lchamli deyaptimi? Demak, bu o'z-o'zidan vaqt bilan bog'liq. Ya'ni bosqich, vaqt va vaqt taqsimoti degan o'lchamli maqsad. Ya'ni maqsadni o'lchab qo'y. Mana bu yerda shunga erishaman shu vaqtda degani. Darsning o'lchamli maqsad va natijani aniqlab, rejani tizimli ishlab chiqish mahorati deb olaman. Mana bu to'g'ri. Ya'ni menga nima yordamga keldi? Menga qo'limda olgan 3 ta atamam yordamga keldi. Endi izohga o'taman. A javob noto'g'ri. Nimaga? Chunki A javob didaktik materiallar haqida. Meni qo'limda ushlab olgan 3 ta jumlamda umuman bunga ishora yo'q edi. Endi B javob noto'g'ri. Nimaga? Bu variantda o'tmishdagi baholash natijalarini tahlil qilish nazarda tutilgan. Savolda vaziyatda esa kelajakdagi darsning baholash mezonlari haqida gap ketyapti. Ya'ni vaqtni to'g'ri taqsimlasam, darsni to'g'ri rejalashtirsam, dars rejasini puxta ishlab chiqsam, keyin natijam yaxshi bo'lishi uchun men nimadir qilishim kerakligi haqida gap ketayotgan edi. Demak, endi D javob noto'g'ri. Nega? Pedagogik texnologiyalar, ya'ni biror bir texnologiyadan foydalanish savolda yoritilmagan edi. O'z-o'zidan to'g'ri javob varianti S ga mos keladi ustozlarim. Vaqt taqsimoti, baholash mexanizmlari darsning o'lchanuvchanligini, ya'ni bosqichma-bosqich rejalashtirilishi va uning tizimliligini ko'rsatadi. Ya'ni siz qaysi bosqichda nima ish qilishingiz kerakligini aynan dars vaqtini rejalashtirayotganda, maqsadni o'lchayotganda amalga oshirasiz. Demak, o'z-o'zidan men 3 ta savol bilan ishlagan bo'lsam, ko'proq savolni nimasiga qaradim? Javobga qaradimmi? Savol matniga qaradimmi? Xuddi shu usuldan keting attestatsiyada ham. Testni o'qiyotganda mendan nima so'ralyapti? Qo'lingizga sanab oling. Balkim 3 ta emas, bu narsa 4 ta bo'lishi mumkin. Balkim 2 ta bo'lishi mumkin. Balkim o'sha qo'lingizda sanagan 3 tangiz A bandda 2 tasini yopishi mumkin, B bandda 3talasini ham yopishi mumkin. 2 ta yopganini ham olmaysiz, 3talasini ham yopganini olasiz. Ya'ni to'liq qamrab olinganini olasiz, hurmatli ustozlarim. Shanba yakshanba kuniga rejalashtirilgan Smart Lesson loyihamizning 2-darsi shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni biz sizlar bilan kasb standarti, o'qituvchi kasb standarti, kompetensiya sohalarining birinchisi bo'lgan o'quv jarayonini rejalashtirish kompetensiya sohasini to'lig'icha o'rganib chiqdik. Bugungi darsimiz siz uchun ham foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, demakki, juda ham xursandman. Kechki darslarimizda ko'rishguncha sog' va omon bo'ling. Endi ko'rmaymanmi? Endi achaman. Yozib olish to'xtatildi. Soat 19:00 gacha debdilar. Nima 19:00 gacha? Ha, darsni o'taylik deyapsizmi? Bitta kompetensiya sohaga rejalashtirilgan darsimiz. Keyingi sohaga o'tsam, endi vaqt ham ko'payib ketadi, siz ham qiynalasiz. Smart Lesson darsi 40 minutlik bo'ladi-da, keyingi sohani keyingi darsda ko'ramiz. Ertaga xudo xohlasa ustozim. Yaxshi, yana nima savol? Kimda qanday savol bor? Mana. Ozgina dam olamiz, chunki bizda ichki guruhda darslarimiz 19:00 dan boshlanadi. Shu bilan 10 gacha band bo'lib ketasiz. Nima deydi? Ovqatlanib oling, kechki ovqatni, ustozjonlarim. Rahmat. Yaxshi, darsni video yozuvlari Smart Lesson kanaliga joylanadi, katta kanalga joylanmaydi. Chunki boshda aytganman, bu videolar maxfiylikda saqlanadi, tarqalib ketmasligi kerak. Shuning uchun Smart Lesson kanaliga joylayman. Yaxshi. Tushundingizmi, Kamol ustoz? Yashang. Rahmat kattakon. Demak, hammada tushunarli bo'libdi. Xuddi shu usulda ketsak, demak, kasb standartdan 5 dan 5 ishlaydigan bo'lamiz. Metodika darslari reja qilinmoqda. Metodikani ham xuddi shunday Smart Lesson loyihasida albatta o'tamiz. Yaxshi. Rahmat. E'tibor uchun rahmat ustozlarim, sog' bo'linglar. Kechki darslarda ko'rishguncha 8-9 ketma-ket darsim bor. Men ham darsga tayyorlanaman. Sizlar esa
Aynan ichki guruhimiz a'zolari 19:00 darsga kiringlar, keyin darslarimiz ketma-ket ulanib ketadi. Sog' bo'linglar ustozlarim, e'tibor uchun rahmat.